agar man ishonchli xavfsiz quruvchi topsam, go'yoki men sherik topgan bo'laman. Uylar har etaj ko'tarilgan sari uylarning narxi oshib boradi. Ishonchli quruvchi degani kim? Ya'ni nimaga qarab turib, men qaysi kriteriyalarga qarab turib ishonchli quruvchi deb baholasam bo'ladi? Qurilish tashkilotini 30 ta 50 ta texnikasi bor degani bu o'zini urvinida ega qurilish tashkiloti degani. Aynan xalqqa pulini olib, unga uy quradigan quruvchilarga siz qanaqa qaraysiz? Ya'ni bu to'g'rimi yoki noto'g'rimi? Quruvchi ham tayyor qurib qo'ygan uyini hech kim sizga muddatli to'lovga berib qo'ymaydi. Men hozir pul tikaman va kelajakda uy olaman. Nima menga yutuq bor? Aynan hozir pul tikishimni. Ya'ni tayyor uydan ko'ra nima yutaman mana shu joylarda? Katlavanda doimo uy narxi past bo'ladi. Uniki 3 barobarmi chiqdi, 870 millionmi to'layman, obshi oxir to'layman deganda. O'zingiz qurilayotgan uyga o'zingizni investitsiyangizni kirgizyapsiz, o'shaning hisobida quruvchi sizga vazmo'sh yaratib beradi. 300 million so'mlik uy ipotekada 1 milliard 200, 1 milliard 100 millionga aylanadi. Panelli uylar bor, g'ishtli uylar bor va monolitli uylar bor. G'ishtli uylar ham issiq bo'ladi, lekin unga etaj soni chegaralangan. Aniqroq aytadigan bo'lsam, aholida shunaqa fikr bor. Quruvchi o'zini belgilangan muddatda bitirmaydi degan qo'rquv bor. Endi mana shu qo'rquv bo'lib qolsa, ya'ni quruvchi kechiktirsa, uni majburiyatida yozilgan bo'lsa, o'z vaqtida bajarsin deganlar, bajaraman degan narsa. U yerda qanaqa, masalan, jazo bo'lishi mumkin? Assalomu alaykum o'rtoqlar. Mana bugungi potensial ko'rsatuvimizni navbatdagi sonida ko'rib turganimizdan xursandmiz. Bugun navbatdagi mehmonimiz Habib aka, quruvchi tadbirkor. Umuman olganda potensial ko'rsatuvning o'zining maqsadi bor, o'zining missiyasi bor, ya'ni turli xil soha vakillarini, tajribaga ega bo'lgan, gapirishga layoqatli, haqqi bor bo'lgan, ya'ni xalqqa o'zining sohasi bo'yicha manfaat bera oladigan mutaxassislarni topib, ekspertlarni chaqirish orqali tegishli maqsadli auditoriyani har kuni kechagidan ko'ra yaxshiroq bo'la olish uchun eng qiynab turgan hozirgi kundagi muammolar va o'sha muammolardan kutilayotgan yechimlarni mana shu ko'rsatuvimiz orqali qisqa vaqt ichida, demak, maksimum yoritib berishga bag'ishlangan. Ko'rsatuvimizning navbatdagi mehmoni Habib aka, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Umuman olganda, mana hozirgi kunda kundan kunga sizni auditoriyasi kengayib boryapti, tajribangiz katta, lekin meni yangi ko'rib turgan insonlar uchun Habib aka, ya'ni Habib Saidov kim desak bo'ladi? O'zim haqida qisqacha ma'lumot beradigan bo'lsam, o'zim Habibullo Saidov, Surxondaryo Denovdan. Habibullo Saidov 1984-yil 25-noyabr Denov tumanida tavallud topgan. Saray qurilish kompaniyasi asoschilaridan biri hisoblanadi. 20 yildan ortiq tajribaga ega tadbirkor, 7 yildan ortiq tajribaga ega quruvchi. Saray qurilish kompaniyasi orqali shu vaqtga qadar Kislorod House, Shuvonch Fresh House, O'rmon House, Guliston Soybo'yi, Modern House, Denov shahri va Boysun tumanidagi Yangi O'zbekiston uylari, ko'plab davlat muassasalari, maktablar, shifoxonalar kabi ko'plab qurilishlarni amalga oshirib kelgan. Shuningdek, Habibullo Saidov Istiqlol nomli oziq-ovqat brendi asoschisi va ko'plab oziq-ovqat brendlarining Surxondaryo viloyati bo'ylab dileri sifatida faoliyat yuritib kelmoqda. Halollik, mijozlar manfaati, mas'uliyatlilik kabi xislatlarni chuqur qadrlaydigan tadbirkor Habibullo Saidov 500 ga yaqin insonlarni doimiy ish bilan ta'minlab keladi. Hozirda Surxondaryo viloyati Denov tumanida Aksaray kompaniyasi tomonidan 6 dan ziyod uylarni o'z ichiga olgan yirik qurilish Yangi Denov loyihasiga rahbarlik qilib kelmoqda. Zo'r. Aynan bugun qurilish sohasida gaplashar ekanmiz. Demak, qurilishda 7 yildan ortiq amaliy tajribangiz bor. Odatda aytamizki, o'zi nimani orqasidan ilm olinadi desa, odam muvaffaqiyatli tajribasini hisobiga, ya'ni bu o'tgan holatda muvaffaqiyatli tajribasini hisobiga ilm olar ekan. Mana shu narsani to'g'ri qildim, endi yana takrorlayman. Shu bilan birga muvaffaqiyatsiz tajribalar hisobiga ilm olinar ekan. Mana shu chuqurga tushdim, mana shu devorga urildim. Endi boshqa bu narsani takrorlamayman. Yana shunaqa ilmlar bor ekan, birovlarning muvaffaqiyatli tajribasini o'rganib turib, uni takrorlanar ekan va birovlarning muvaffaqiyatsiz tajribasini eshitib turib, endi bu chuqurga tushmaslik kerak ekan deb xulosa olinar ekan. Bugun aynan sizni mana shu muvaffaqiyatli va muvaffaqiyatsiz tajribalaringizni suhbatlash orqali kuzatuvchilarimizga xudo xolisa ilm ulashamiz degan niyatimiz bor. Aynan mana shu uy olamiz, uy tanlayapmiz, uyni investitsiya maqsadida olamanmi yo yashash maqsadida olamanmi? Mana shu uy olayotgan paytimda men nimalarni bilishim kerak? Ya'ni oddiy fuqaro sifatida, oddiy xalq sifatida men qanaqa bilim ko'nikmalarga ega bo'lishim kerakki,
bugun quruvchi tanlashda, uy tanlashda adashmasligim kerak degan maqsadimiz bor. Shu nuqtai nazardan mani birinchi savolim bo'lardi, o'zi ishonchli quruvchini tanlashim kerak ekan. Xo'p. Ishonchli quruvchi degani kim? Ya'ni nimaga qarab turib, men qaysi kriteriyalarga qarab turib ishonchli quruvchi deb baholasam bo'ladi? Ishonchli quruvchi deganda kim u? O'zi u ishonchli quruvchi. Oldin nimalar qurgan? U oldin qurishdan oldin kim bo'lgan? U birovni aldaganmi, birovni haqqini yeganmi, yo kim u? Yo aldab ketguvchimi, yo undan olgan odamlar olgan uylari qanaqa qurilgan? Ana shularni hammasini tekshirib ko'rib, uy olganingiz yaxshiroq bo'ladi menimcha. Xo'p, fikrni bitta umumlashtiradigan bo'lsak, demak, ishonchli quruvchi deganda raz bu odam haqida gap ketyapti. Demak, quruvchi bo'lgan inson o'zi kim? U o'zi bu birinchi proyektimi? Misol uchun qurayotgan bo'lsa yoki avval qanaqadir proyektlar qilganmi? Qilgan bo'lsa, aynan qanaqa proyektlar qilgan? Xuddi shunday. To'g'ri tushungan bo'lsam. Va masalan, kimdir kottej quryapti, endi hozir dom quryapti. Aynan shu dom bo'yicha bo'lsa, dom bo'yicha tajribasi bormi yoki yo'qmi? Xuddi shunday. Bu birinchi kriteriya bo'ladi. Demak, avvalgi qurgan uylari. Yana qanaqa kriteriya bor desak bo'ladi desa, ikkinchisi qadriyatlari bo'lyapti. Qadriyatlari. Uchinchidan qurilish tashkilotini yetarli mutaxassislari va yetarli texnikalari bormi? Va uni budjeti o'sha qurilishda qilishga qodirmi? Ana shu narsalarga e'tibor bersa yaxshiroq bo'ladi. Hozir chunki bugun ochilib, bugun odamlardan pul yig'ib, bugun qurilish qiladigan tashkilotlar juda ko'payib ketdi. Va ertaga tikkan pulingizni qidirib topa olmay qolishingiz mumkin. Men endi oddiy bir fuqaro, uy oluvchi sifatida aytaylik, mana shunaqa ishonchli quruvchilarni siz aytgan kriteriyalarni qanaqa bilish mumkin? Mayli, bilaman, masalan, avvalgi qurgan uylarini, masalan. Qadriyatlarini masalan bo'lishi mumkin, ijtimoiy tarmoqlar yurg'izayotgan bo'lsa, jamoa bo'lsa, undan bilishimiz mumkin. Shu bilan birga yana boshqa ma'lumotlarni bilish manbalari bormi? Aniq shaffof bilish mumkin. Shaffof uz sayti bor. Shaffof uz saytiga siz qaysi qurilish tashkilotidan uy olmoqchisiz? Uni shunday ininisini kirgizganingizda o'sha qurilish tashkilotini istoriyalari pulni chiqib keladi. U nimalar qurgan va nimalarni topshirgan, nimalar qilyapti va nima quryapti. Hammasi shaffof uz saytida chiqib keladi. Ana shunda ko'rib o'zingiz tashxis qo'yib olsangiz bo'ladi. U oson. Keyin texnikalar haqida ham aytdingiz. Texnikalar bo'yicha u yerda kiritilgan bo'ladimi yoki u o'zi vobsheta qanchalik muhim texnikalar bor? Ininisini kirgizsangiz, o'zi u firmani stoynisi hammasi chiqib keladi. U muammo emas. Texnikalari ham, boshqasi ham aniqlab olish muammo emas. Ishonchli quruvchi deganda texnikalarini mavjudligi muhim kriteriyami yo bo'lsa yaxshi, bo'lmasa ham yaxshiroq, bo'lsa yaxshiroq. Birinchi o'rinda u ishonchli quruvchi deganda texnikalarni ijarada ham ishlatishingiz mumkin, hech qanaqa ahamiyatga ega emas, lekin o'zingizda bo'lsa kutib qolmaysiz, ishonchlilik oshadi. Nima uchun? Chunki texnikalari bor tashkilot u kichkina tashkilot emas. Hozir bitta texnikangizni narxi o'rta hisobda $100,000 atrofida. Bu bitta qurilish tashkilotini 30 ta 50 ta texnikasi bor degani, bu o'zini urvinida ega qurilish tashkilot degani. Xo'p, shu joyda yana menga bir ayrim xulosalar kelyapti. To'g'ri bo'lsa tasdiqlaysiz. Demak, ishonchli quruvchi deganga biz ta'rif beradigan bo'lsak, birinchidan ishonchli quruvchi o'zi bu bor quruvchi bo'lishi kerak. Ya'ni nima desa bo'ladi, ana mashinik quruvchi emas, u haqiqatan quruvchi bo'lishi kerak. Buni isbotlaydigan narsa avvalgi qurgan imoratlari bo'lyapti. Ikkinchidan, quruvchi endi bor, lekin endi u imoratlarni quryapti, lekin vaqtida quryaptimi degan narsa bo'lishi kerak ekan. Vaqtida qurayotganligini tekshirish uchun bo'lsa, demak, haqiqatan o'sha shaffof uz saytida borligi, uni aytaylik texnikalarning mavjudligi, yetarli darajada imkoniyati, kapitali borligi bo'lyapti, misol uchun. Va uchinchidan, texnikalarning mavjudligi ham aytaylik o'sha xarajatlarni arzonlashishiga, uylarni qisman o'sha xarajatini kamayishiga va arenda oladi, arendada kutib turadi, boshqa nima desa bo'ladi, o'sha xarajatni kechib ketmasligiga olib kelyapti. To есть harakatlarni kechib ketmasligiga olib kelyapti, to'g'ri tushungan bo'lsam. Shular orqali demak biz ishonchli quruvchini birlamchi baholasak bo'lar ekan. Xuddi shunday. Endi qurilish tashkilotida o'ziga yetarli texnikalari va o'ziga yetarli texnikalar ishlatgan va o'ziga yetarli muhandislar ishlatgan tashkilot u ishonchli va kelajagi bor tashkilot. Chunki misol hech narsani arendada ishlatmaydi, birinchidan, ikkinchidan o'zini mutaxassislari yetarli. Unaqa tashkilot, mutaxassislari yetarli tashkilot erta
u bugun ochilib ertaga yopilib ketmaydi va ko'proq harakat qiladi o'sha o'zini xodimlarini ishlatishga. Tushunarli. Endi mana shu joyda yana bir savol kelyapti Habib aka. Mana misol uchun mamlakatimizda oxirgi yillardan buyon qurilishlar ko'payib boryapti. Citylar qurilyapti, yangi O'zbekiston massivlari qurilyapti va shu jumladan yangi quruvchilar ham ko'payib boryapti. Va qurilish modellari ham turli-tuman. Masalan, ipoteka kreditiga bo'lishi mumkin, рассрочкаga bo'lishi mumkin va hozirgi kunda xalqni pulini olib qurilish qiladigan quruvchilar ham shu jumladan ko'payib boryapti. Mana shu joyda menda haqli bir savol bor. Aynan xalqqa pulini olib, unga uy quradigan quruvchilarga siz qanaqa qaraysiz? Ya'ni bu to'g'rimi yoki noto'g'rimi? Yo'q, bu o'zi dunyo bo'yicha bu yo'q narsa emas, bor. Dubayda ham, Yevropalarda ham, butun dunyo bo'yicha bu narsa bor. Investitsiya siz kirgizasiz, qurilish kompaniyasi uy quradi. Bu O'zbekistonda ham endi kirib kelgani yo'q bu. 5-10 yildan beri bor narsa. Faqatgina o'sha xalq pul tikyaptimi? O'sha xalq tikayotgan insonni kimligini bilishlik birinchi o'rinda. Xalq o'sha siz misol uy uchun pul tikyapsiz. U uyda yo yashaysiz yo investitsiya qilasiz. O'sha uchun o'sha qurayotgan qurilish kompaniyasini aniq o'sha qurilish kompaniyasi to'g'risida sizga ma'lumot bo'lishi kerak. Investitsiya deyapsiz-ku, shunda men shartnomada go'yoki men investor bo'lib kiryapman, qaysi o'zimni sotayotgan uyimda. Demak, men to'g'ri tushundimmi? Agar men hali qurilmagan, endi qurilayotgan uyga avvaldan pul to'lasam, go'yoki men investor bo'lib kiryapman. Xuddi shunday. Va investor bo'lib kirayotgan loyihamni tekshirishim kerak, qanaqa bo'lishi kerakligini. Xuddi shunday. Xo'p. Quruvchining ishonchlilig'idan tashqari yana qaysi joylarga ahamiyat berishim kerak bu joyda? Birinchi qurilish tashkiloti kim va u nimalar qilgan? Xo'p. Uni byudjeti qanaqa? Ertaga qurilish to'xtab qolgan taqdirda ham sizni pulingizni qaytara oladimi? Ikkinchisi, qurilayotgan yerni kadastri bormi? O'sha haqiqatdan ham kadastr qurilish kompaniyasining nomidami? Uchinchi tekshiradigan narsangiz, albatta bu qurilish loyihasi kengashdan o'tganmi? Haqiqatdan saveti bormi? Uchinchisi, u gasendan ro'yxatdan o'tganmi? Xo'p, mana shu joyda men fikringiz bo'laman. Boyagi birinchi joyga qaytaman. Quruvchining yetarlicha puli bormi ertaga qaytarishga deyapsiz? Buni qanaqa aniqlayman agar men oddiy bir vatandosh bo'lsam, yo'lovchi mijoz bo'lsam, ular sanini bila olamanmi? Uni o'sha qurilish firmasini nimasidan bilasiz? Stoynisidan. Qancha nimasi bor? Firmani balansida nimasi bor? Firmani balansida nimasi bor? Uni kapitalini o'z shaffofga kirsangiz o'zi chiqib keladi. U misol oldin necha yildan beri qurilish firma ishlayapti va nimalarni qurib o'z vaqtida topshirgan. U hammasi chiqib keladi. Erta misol sizda pulingiz u firma uchun arzimagan narsa bo'lishi kerak. Tushunarli. Demak, kapitaliga kelib chiqib bilar ekanmiz. Quruvchi ishonchlimi deb salgina avval gaplashgan mavzuyimiz doirasida quruvchini tekshirar ekanmiz va tikayotgan pulim ertaga xavfsiz bo'lmaydimi, xavfsiz bo'ladimi degan nuqtai nazardan uni kapitaliga ahamiyat berib qo'yar ekanmiz. Xo'p, endi yana bitta joyi investitsiya dedingiz mana. Men pul tikyapman uyga va kelajakda uyayapman. Men hozir pul tikyapman va kelajakda uyayapman. Nima menga yutuq bor? Aynan hozir pul tikishimni, ya'ni tayyor uydan ko'ra nima yutaman mana shu joylarda? Katlavanda doimo uy narxi past bo'ladi. Katlavan narxida. Taxminan qanaqa farqi? Katlavanda kamida 30%, 35% gacha narx-navodan. Kamida. Kamida 30% gacha narx-navo o'sadi. Katlavan bilan bitgan uyning narxi 30% gacha kamida o'sadi. Eng kamida 30%. Shuning uchun katlavanda olgan har kimning imkoniyati birdan uy olishga yetmaydi. Ana shunday katlavandan siz olishingiz qulayroq bo'ladi. Chunki birdaniga quruvchi ham tayyor qurib qo'ygan uyini hech kim sizga muddatli to'lovga berib qo'ymaydi. Muddatli to'lovga olaman desangiz ham u kamida 50% ni oldin so'raydi. Keyin qolganini misol 1 yilda yo yarim yilda qilib berishingiz mumkin. U sizga bunday 5 yillab, 4 yillab tashlab bermaydi. Katlavanda olaman desangiz, katlavanda misol birinchidan arzon olasiz, ikkinchidan quruvchi sizga возможность yaratib beradi. Chunki u investitsiyani o'zingiz kirgizyapsiz. O'zingiz qurilayotgan uyga o'zingizni investitsiyangizni kirgizyapsiz. O'shani hisobida quruvchi katta foydada emas, kichkinaroq foydada bo'lsa ham ishlaydi. Shunda endi hozir tayyor uylarni ham muddatli to'lovga berilayotgan joylarga ko'zimiz tushyapti. Ipoteka krediti asosida. Men o'rtog'im bitta uy oldi. Qancha vaqt to'laysan desam, 20 yilda dedimi, 15 yilda dedimi, shunaqa hisoblab ko'radigan bo'lsak, mavjud bo'lgan uyning bir 4 barobarini chiqyapti uy narxi. Masalan,
250 million 300 million bo'lsa uniki 3 barabarini chiqdi 870 millionmi to'layman oxiri to'layman deganda. Shunda xulosa qiladigan bo'lsam, agar tayyor uyni uzoq muddatli bo'lib turishga bo'lsa, u qancha qimmatga chiqib ketyapti. Katlaman bosqichidan boshlab men o'zim demak bo'lib to'lab boradigan bo'lsam, kamida 30% o'sha joyga o'zim yutyapman. Uy narxida. Shunday. Qarang, bu ipoteka kim uchundir muhim. Kimdir boradigan joyi yo'q, yashaydigan joyi yo'q, lekin oylik to'lovi 5 million, 6 million bo'lishi mumkin. U ijaraga to'lab yashagandan ko'ra lushni olib o'zini uyiga to'lagani yaxshi. Ertaga bir kun pul topganda berib chiqib ketadi. Lekin bu yoqda misol o'zi tadbirkor yoki oylik daromadi bor. Misol u katlavanda ulushi arzonroq oladi. Misol, endi siz aytishingiz bo'yicha 300 million so'mlik uy ipotekada 1 milliard 200 1 milliard 100 millionga aylanadi. O'shanaqa foizlar bor. Lekin katlavanda olsangiz 300 millionlik uy o'sha 300 million so'mga aylanadi. Katlavanda to'lab ketsangiz. Faqat katlavanda endi tadbirkorni o'sha qurilish tashkilotini ishonchliligini topib olish maqsad. Bir xillar misol 5 ta 10 ta uyga pul tikib qo'yadi-da, erta qurilish bitgandan keyin 30%, 20%, 50% balandga sotadi o'sha uylarni. Bu ham tadbirkorlik. Ba'zilar misol tayyor yashab kirib yashashga imkoniyati, misol tayyor yashash uchun uy kerak, unda borib ipotekalik qilib o'g'irlashadi. U kimga qanaqa qulaylikda? Tushunarli. Shunda agar men ishonchli, xavfsiz quruvchi topsam, go'yoki men sherik topgan bo'laman, go'yoki men pulimni bosqich investitsiya qilib borayotgan bo'laman va tikkan pulimni aytaylik ma'lum bir muddatda 30% aytaylik qancha muddatda deb olsak bo'ladi, o'rtacha katlaman bosqichidan tikilgan uylar qanchada topshiriladi? 1 yildan 3 yilgacha. 1 yildan 3 yilgacha. Bor 3 yil deganimizda ham men yiliga 10% tikkan pulimga yutayotgan bo'lamanmi shunda? Matematikasini ko'rib chiqyapmizda. Shunday. 30% uylar har etaj ko'tarilgan sari uylarning narxi oshib boradi. Bu bitta O'zbekiston emas, dunyo bo'yicha shunaqa hisoblanadi. Har etaj ko'tarilgan sari uylarning narxi kamida 5% dan oshib boradi. Bu nima degani? Bu qancha ko'proq qavatli bo'lsa, shuncha oshadi degani. Uy qancha ko'p qavatli bo'lsa, uyning narxi shuncha tez oshadi. Hozir misol uy olishga ko'proq baland etajli uylarga ko'proq nima qilish kerak? Chunki baland etajli uylarning narxlari ko'proq oshadi. Nimaga shunaqa? Chunki baland etajli uylar ko'proq monolitni bo'ladi. Monolitni uylar mustahkam hisoblanadi va ertaga faqat olayotgan uylaringizda tevarak atrofida yaxshi joylar bo'lish kerak. Chunki ertaga siz balkondan yo derazadan qaraganingizda yaxshi atmosferani ko'rishingiz kerak. Yaxshi mavzuni aytyapsiz. Mana misol uchun monolit deydi, yana pishgan g'ishtmi deydi. Mana shu joyda ham avvaldan bizda mana uylar pishgan g'ishtdan bo'lganligi uchun yangi kelayotgan materiallar ham tushunmaydi. Umuman o'zi uy qanaqa materiallardan quriladi, asosiy qismi, qanaqa turlari bor, qaysi biridan ko'ra yaxshiroq, shuni nisbiy baholasak bo'ladimi? Uy dom qurish tipi bor, monolitni, g'ishtlik. Birinchi o'rinda monolitni turadi. U konstruksiyaga qarab xohlagan qavat qurishingiz mumkin. Ikkinchisi g'ishtlik. G'ishtlik uylar ham issiq bo'ladi, lekin unga etaj soni chegaralangan. Baland etaj qura olmaysiz unda. Ko'proq men monolitni uylarni tavsiya qilaman endi, chunki monolitni uylar konstruksiyaga qarab xohlagan 100 qavat qurmaysizmi, ketaveradi. Xo'p, demak, bu yerda hozir tushunganim, g'ishtli uylar bor va monolitli uylar bor. Va g'ishtli uylar chidamli, monolit uylar ham chidamli, faqat g'ishtli uylar 5-qavatgacha cheklangan. Monolit g'ishtli uyga nisbatan chidamli va u cheklanmagan miqdorda monolitga cheklov yo'q. Konstruksiyaga qarab xohlagan etajni qurib ketaverasiz. G'isht eski tipda, u chunki issiqlik energiya ushlashi gazoblokchalik emas. Keyin konstruksiyasi g'ishtga lishni gruz hisoblanadi. Ana shu hisobida g'ishtlik uylarga cheklov baribir etaj hisobida cheklov bor. Tushunarli. Shunda sifati bo'yicha agar shartli ravishda solishtirib chiqadigan bo'lsak, eng yuqorida monolitli turibdi, sifati bo'yicha, o'rtada g'isht va aytaylik panelli. Va bu aytgan mavzuga qaytsak, uylarimiz narxi keyinchalik oshib boradimi degan joyda ko'p qavatli bo'lishi ham muhim bo'lyapti. Va ko'p qavatli bo'lishida siz aytgandek monolitdan qilingan bo'lishi kerak bo'lyapti. Chunki g'ishtda 5-qavatgacha dastur berilar ekan, to'g'ri tushungan bo'lsam. 5-qavatda agar konstruksiya regal kolonnali bo'lsa, 9-qavatgacha uzog'i ruxsat berishi mumkin, qishga undan baland emas. Tushunarli. Lekin ko'p qavatli uylar, endi monolitli uylar nimasi yaxshi? Erta zilzila bardoshliligi,
Chunki monolit poydevordan padush qismidan, endi sodda qilib aytganda, padush qismidan tom qismigacha bitta konstruksiya bilan ketadi. Monolitni uylar. Poli, patologiya и devorlari bilan bittada ketadi. Monolitni uylar. Tushunarli. Mana shu monolit bilan g'isht uyga to'xtaladigan bo'lsak, o'rtasida sifat nuqtai nazaridan farq katta ekan. Narx jihatdan-chi? Masalan, narx jihatda katta rol o'ynaydimi? Narx jihatdan birinchi o'rinda monolit uylar balandroq chiqadi. Chunki monolit uylarda konstruksiya juda puxta ishlangan bo'ladi. G'isht ikkinchi o'rinda turadi, panelning uchinchi o'rinda turadi. Men g'ishtli uy olmoqchi bo'lgan o'rtaqol, demak, aholi bo'lsam, monolitga qurbim yetadimi? Masalan, ya'ni farqi isitish, sovutish xarajatlarini hisobga olganimda menga udobni tushadimi yoki u faqatgina premium segmentlar uchun bo'ladimi degan ma'noda? Premium uchun g'ishtdan ko'ra monolitni yaxshiroq hisoblanadi. Oddiy aholi uchunchi? Oddiy aholi uchun G'isht. Agar men investitsiya qilmoqchi bo'lsam, uyimni oshib borishini hisobga olmoqchi bo'lsam, arzonroq to'lasam qimmatga tushar ekan degan fikr nuqtai nazaridan yondasam, demak, monolit uylar yaxshi bo'ladi. Monolit uylar endi monolit dunyo standartidagi uylar. Monolit uylar dunyo standartidagi eng hozirgi zamonda даже mana arab mamlakatlarida даже 2 qavatli uyda ham monolitdan qilinadi. Ko'proq. O'sha dunyo o'tib ketdi monolitli uylarga. Bizda endi hali ham o'sha g'ishtdan qilinganmi degan savol ko'p beriladi. G'ishtdan qilingan. Endi g'isht uylar ham yomon emas, lekin issiqlik jihatdan, energiya tejash jihatdan monolitni gazobloyli uylar yaxshiroq bo'ladi, chunki energiya tejash ehtimoli juda yuqori. Xo'p, mana shu joyda demak boshdagi savolga yana bitta qaytamiz. Men ishonchli quruvchi qilib topmoqchiman. Uy olmoqchi bo'layotgan paytimda uni shaffof uy saytidan ko'rar ekanman, texnikalarni ko'rar ekanman va agar u quruvchi menga hozir pul ber va kelajakda uy beraman degan taklifni berayotgan bo'lsa, u holatda men uni kapital imkoniyatlarini ham ko'rib turgan holatda va tikayotgan uyimni qanchalik menga yaxshi qaytishini tekshirishim kerak ekan. Buning uchun bo'lsa, qancha ko'proq qavatli bo'ladigan bo'lsa, demak, uyning narxi nisbatan tezroq oshar ekan. Endi mana shu joyda uyning narxini oshishiga ta'sir qiladigan boshqa imkoniyatlar ham bormi? Mana masalan, qanaqa lokatsiyada joylashgan? Albatta. Qanaqa maktab deymizmi, nimalardir bormi, yo'qmi? Birinchi o'rinda uyning narxi oshishiga yon atrofdagi muhit. Keyin misol uyning narxi oshishi uchun yon atrofida nimalar bor? Doimiy sizni ish bilan ta'minlaydigan yoki odamlarning ehtiyoji ko'proq bo'ladigan nima bor? Bozor, universitet yoki davlat idoralari yoki fabrikalar yon atrofida, ishlab chiqarish zonalari. Ana shu narsalar bor joylar ko'proq o'rtaqol odamni ko'proq tortishga sabab bo'ladi. Ikkinchidan, premium klass qilish uchun u uyda turargohlari, avtoturargohlari, xavfsizlik zonalari va tagida kafesi, umuman yashash uchun qisqa qilib aytganda city insonga nima beradigan? Kommunikatsiya imkoniyatlari. Kommunikatsiya, birinchi o'rinda kommunikatsiya, albatta uy olayotganingizda birinchi o'rinda infratuzilmasiga e'tibor berish kerak. Infratuzilmasi va kommunikatsiya. Chunki 1000 baland narxdagi uy bo'lsin, kommunikatsiya tizimi sizga yaxshi bo'lmasa, uylaringiz mana shu narsa ham demak quruvchining salohiyatini bildirib beradi. Masalan, albatta, quruvchi taklif beryapti. Shunday. Qanaqa joyda qurishni u faqat uyga mas'ul emas ekanda, demak qaysi joydan qurayotganiga mas'ul bo'ladi. Lokatsiya, birinchi o'rinda lokatsiya, ikkinchi o'rinda uyda konstruksiyalari, uchinchi o'rinda kommunikatsiyasi va to'rtinchi o'rinda xavfsizlik zonalari. Misol uy olayotganda nimaga ko'proq e'tibor berishingiz kerak? Konstruksiya qanday? Konstruksiya birinchi o'rinda poydevor qismi. Poydevor qismi qanaqa ishlangan? Haqiqatdan baquvvat ishlanganmi? U o'sha mana shu nechadir etajni ko'tarishga mo'ljallanganmi? Uni qanaqa bilaman? Uni geologiya xulosalari biladi. Hujjatlar orqali. Hujjatlarda geologiya xulosalari bo'ladi. O'sha orqali bilishingiz mumkin bemalol. Ikkinchisi loyihasi, poydevor loyiha nimasi? Konstruksiyasi. Qanaqa, necha etajga mo'ljallangan, nechilik armaturalar ishlatilyapti, o'sha loyihada ko'rsatilgan armaturalar ishlatilyaptimi, smetadagi hamma narsa ketyapti. Uchinchi o'rinda kommunikatsiya. Kommunikatsiya deganda haqiqatdan uyda suvi, sveti,
lifti, bu narsalar hammasi joyidami? Uni ko'zda ko'rib ham bilishingiz mumkin, qog'ozda ko'zda ko'rib nima? Lift haqiqatan ham ishlayapti, svet haqiqatan yonib turibdi. Lekin hujjatda liftda sertifikati bormi? Kanalizatsiya suv tarmoqlariga ulanishga ruxsati bormi? Misol, uy isitish tizimi qanaqa? Hammasini uni o'rganib chiqsangiz juda mana shu hujjatlar maqsadga muvofiqlar. masalasi Habibuka qanaqadir bir hujjatlar bilan ishlamagan odamga sal qo'rqinchliroq tuyuladi yoki tushunarsiz tuyuladi. Agar sodda qilib tushuntiradigan bo'lsak, oddiy vatandosh sifatida men quruvchini tanlayotgan paytimda uni qaysi hujjatlari borligini bilishim kerak. U hujjatlar o'zi nimani bildiradi? Uni borligi yo'q bo'lsa nima oqibatga olib keladi? Mana shuni bitta ochaylik. Ya'ni quruvchida nima hujjatlar bo'lishi shart? Men uni qayerdan bilaman? Qurilish firmasini birinchi guvohnomasi, haqiqatan qurilishga ruxsati bormi? Birinchi o'rinda ruxsat boshqa narsami? Yo'q, qurilish firmasi, haqiqatan qurilish firmasi borligi. Mana shu baland qavatli qurishga ruxsati bormi? Misol. Ikkinchisi, haqiqatan shu tikayotgan joyingizni kadastri bormi? Uchinchisi, o'sha ruxsat olinganmi shu yerda mana shuncha dom qurilish uchun? Ya'ni qavati bo'yichami? Yo'q, umuman dom qurilish uchun ruxsati bormi? Haqiqatan ruxsati bormi, yo'qmi? To'rtinchisi, bu nimadan ekspertizadan o'tganmi? Proyekti. U qanaqa hujjat bo'ladi? U ekspertiza va gasen ruxsatidan o'tganmi? Gasen ekspertiza va gasen ruxsatidan haqiqatan o'tganmi? Undan keyin shartnomani tekshirib chiqib, u shartnomani haqiqatan ham misol hamma ruxsatdan o'tganligini tekshirib chiqib, gasen ruxsatidan o'tganmi, qurilishga tayyormi va unda malakali mutaxassislar yetarlimi degan, misol o'zi hujjat bo'yicha shularni tekshirasiz, keyin undan tashqari o'zingizga interes uchun malakali mutaxassislari yetarlimi? Shunda men demak ko'zman ko'rib qo'lman ushlashim mumkin bo'lgan narsalar bu birinchisi kompaniyaning guvohnomasi bo'lyapti, qurilish kompaniyaning guvohnomasi. Ikkinchisi bo'lyapti bu qurilishga ruxsatnomasi. Yo'q, kadastri, yerning kadastri. Xo'p, u uchinchisimi shunda hozir kadastr? Yo'q, birinchi qurilish tashkiloti kim? Bu yagona darajada olinadigan guvohnoma. Guvohnomasi. To'g'rimi? Va uni qurilishga ruxsati bormi? U ikkinchisi ruxsat. Ikkinchisi. Xo'p. APZ deyiladi. Uchinchisi, yer haqiqatdan ham shu qurilish firmani balansidami? Ha, boyagi yer. Misol hozir qurilish firma shartnomani boshqa firma beryapti, qurilish firma boshqa firmaning nomida, yer boshqa kishining nomida turibdi. Siz erta investitsiya qilayotganingiz haqiqatdan mana shu firmaga investitsiya qilyapsiz. Investitsiyadagi yeringiz shu firmani balansidami? O'sha firmani balansidami? Haqiqatdan ham qurilishga ruxsati bormi? O'sha joyda haqiqatdan ham o'sha kadastrdagi nomerda haqiqatdan qurilishga ruxsati bormi? Tushunarli. Guvohnoma bu o'zimiz doim bilgan o'sha yagona darsdan olingan guvohnoma bo'lsa, ikkinchisi o'sha yer kadastr hujjati va uchinchisi o'sha yer kadastr hujjati. Ikkinchisi APZ degani o'sha haqiqatdan ham qurilish nimasiga ruxsatga o'tganmi? Ruxsat berilganmi shu yerda dom qurilish uchun? Keyin gasin dedingiz. Keyin uchinchisi kengash. 15-20 ta tashkilotdan ruxsatdan o'tganmi? Haqiqatdan ham Pajarnidan boshqadan hamma tashkilotlardan ruxsati bormi? Shu yerda dom qurilish haqiqatdan ham shu smeta, shu etajga mo'ljallangan Sovetdan o'tganmi? Qisqa qilib aytganda Sovet. Uchinchisi ekspertiza va gasendan ro'yxatdan o'tganmi? Ana undan keyin sizga qurilishga ruxsat berishadi. Siz undan keyin shartnomani olib bemalol qo'rqmasdan to'lasangiz bo'ladi. Gasin nima internetda ham ko'rdim, o'sha gasin kiritilgan bo'lsa, o'sha qachongacha topshirilishi kerak-u? Xuddi shunday. Ko'rib turish mumkin bo'lar ekan shunda. Shunda gasinni olish uchun narigi hujjatlari обязательно bo'lishi kerak. Oxirisi gasen. Ekskavator urishingizdan oldin gasendan ruxsat olib, keyin ekskavator urasiz, kotlovan qismida o'tasiz. Tushunarli. Demak, men o'sha gasini borligiga qarab turib, demak, u quruvchiga qasdurmani to'laqonli ishonsam bo'ladi. Shunday. Endi u uchun to'laqonli ishonishingiz uchun u qurilish kompaniyasi haqiqatdan ham qurilish kompaniyasi o'ziga yarasha nufuzi bor va undan oldin qurilish kompaniyasi domlar qurgan va biron kishini aldamagan bo'lishi kerak. O'sha qurilish kompaniyasining egasiga ham va nimasiga ham e'tibor bersangiz juda maqsadga muvofiq. Endi quruvchi bilan men shartnoma qilayotgan paytimda baribir eng ko'p turadigan qo'limda hujjat bu shartnoma. Qolganlarini mayli tekshiraman, ko'raman, ishondim, lekin shartnoma. Va mana shu shartnomada
biz shartnoma orqali sotyapmiz degan narsa qanchalik ishonchli bo'ladi? Ya'ni shartnoma bilan shartnomani ham farqi bor-ku. Nimalarga ahamiyat berishimiz kerak biz uy shartnomasini o'tgan paytimizda? Bu shartnoma shunchaki oddiy qog'oz emas. Bu sizda mulkingizni va investitsiyangizni himoya qiluvchi qurilish tashkiloti bilan qilingan yuridik hujjat hisoblanadi. Chunki shartnomani har bitta bandini erinmasdan mukammal o'qib chiqsangiz, unda hamma tarafni kelishuvlari va majburiyatlari yozilgan bo'ladi. Misol, qurilish kompaniyasi yozilgan bo'lishi kerak aslida. To'g'ri, kimdir yozadi, kimdir yozmaydi. O'zi yozilishi kerak. U investor bo'lib kiryapsizmi? Siz haqlaringizni talab qilishingiz kerak. Qurilish kompaniyaga majburiyatlari nima va sizning majburiyatlaringiz nima? O'sha narsani yaxshilab o'qib chiqib, keyin qo'l qo'ysangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki qurilish kompaniyasi u nimalar qilib berishi va qaysi vaqtga bitkazib berishi hammasini vaqt sanasi bilan to'liq kirgizadi va kechikkan kuniga o'zi qo'yilgan o'zini soliq stavkasi bo'yicha peniya nimalari bor, o'shasini to'laydi. Nima? Uyayotgan odam. Uyayotgan odam uyiga pulini kechiktirib yo'q, u men qurilish tashkilotini aytdim. Nimani esa uy olayotgan odamning majburiyatlari, to'lovlarni vaqtiga qilishlik. Bo'ldi, boshqa majburiyati yo'q. Har bir to'lovni vaqtida qilib ketishlik. Xo'p, hozir agar uyayotgan bo'lsam, yozilgan bo'lishi mumkin. Masalan, mana bu vaqtgacha to'lovlarni qilib borishing kerak. To'lovlarni qilmasang mamlaqa bo'ladi. Lekin ko'pincha bo'lishi mumkin. Quruvchi tomonidan mabodo quruvchi kechiktiradigan bo'lsa, endi ko'p hollarda kuzataman, quruvchilar kechiktiradi masalan, hammasi emas, lekin ko'pchilikda kuzatiladigan holatlar bo'ladi. Aniqroq aytadigan bo'lsam, aholida shunaqa fikr bor. Quruvchi o'zini belgilangan muddatda bitirmaydi degan qo'rquv bor. Endi mana shu qo'rquv bo'lib qolsa, ya'ni quruvchi kechiktirsa, uni majburiyatida yozilgan bo'lsa, o'z vaqtida bajarsin deganlar, bajaraman degan narsa. U yerda qanaqa masalan jazo bo'lishi mumkin agar quruvchi kechiktirsa? Unda shartnomada hammasi kirgiziladi. Shartnomada chunki olishdan oldin yaxshilab o'qib chiqsangiz yaxshiroq. Quruvchi va xaridor majburiyatlari, investor. O'shanda quruvchi tomonidan kechiktirilgan kunlarda quruvchi tomonidan shtraf to'lab beriladi. Agar investor tomonidan kechikilgan kunlarda investor to'lab beriladi, jarima olishi mumkin. Bu ikki tarafda o'zaro kelishilgan holda qilinadi bu narsa. O'sha uchun har bitta hujjatni, qog'ozlarini, shartnomadagi har bitta bandni yaxshilab o'qib chiqishni tavsiya qilamiz. O'zi mana shu jarima bo'lmasa, demak, kelishuv qilish uchun uni so'rash mumkin. O'z vaqtida to'lash uchun agar bitmasa, shunaqa jarimalar bo'ladimi degan ma'noda shartnomada kiritilmagan bo'lsa, kiritilgan yaxshiroq. Albatta kiritilgan bo'ladi. U kiritilmagan bo'lsa, uni talab qilish haqqingiz bor. Tushunarli. Talab qilishga haqqimiz bor. Yana nimalarga ahamiyat berishimiz kerak aynan shartnomada? Endi hozir ba'zi firmalar shartnomani ruscha beradi. Ba'zi firmalar ruscha beradi, ba'zi o'zbekcha beradi, lekin ruscha bergan taqdirda siz o'zbekcha qilib ber deb talab qilib olishga haqqingiz bor. Misol ruscha, biz O'zbekistondamiz, bizda o'zbek tili davlat tili, shuni hisobida shartnomalarni siz bemalol haqqingiz bor. Har qanaqa qurilish kompaniyasidan talab har qanaqa qurilish kompaniyasidan borib, menga shartnomani o'zbekcha versiyasini ber deb talab qilib olishga haqqingiz bor. Qanaqa holatlarda shartnoma ishonchsiz bo'lishi mumkin? Yer boshqani nomiga qurilish firma boshqa bo'lgan taqdirda u siz investitsiyangizga salkam kuydingiz degani. Tushunarli. Обязательно deb mana shu joyga katta ahamiyat berish kerak ekan. Обязательно e'tibor beriladigan narsasi yer boshqa firmaning nomida va qurilish tashkiloti boshqa. O'sha ikkalasi ikki xil bo'lgan taqdirda bu risk sizning bo'yningizga qoladi. Pulingiz olish ehtimoli ham sal kamroq bo'ladi. Mana shu ikki xil degan joyingizga yana bir masala esimga tushib qoldi. Mana uylarning reklamasi paytida yoki loyihalarni ko'rgan paytimizda boshqacharoq, ayrimlarida bitgandan keyin boshqacha bo'lmaydimi degan savollar ko'p bo'ladi masalan. Men deputat bo'lib yurgan paytlarimda hokimiyatda quruvchilar bilan yig'ilish qilgan paytimizda bir hazilomuz bir gap bo'lgan edi. Nimaga endi rahbar aytayotdi, nimaga sizlar chiroyli uylar qurmaysizlar, mana chet elda qarasanglar har xil figurali binolar quriladi. Bizda nega hammasi turburcha desa, quruvchi aytadiki, rahbar xullas biza loyiha qilgan paytimizda figurli bo'ladi. Bitgandan keyin turburcha bo'lib qolaveradi nimagadir deganda-da. Shunga o'xshab uylarning loyihalarini ko'rayotgan paytda, o'sha planirovkalarini boshqasini ko'rgan paytda amaliyot bilan bir xil bo'ladimi, bir xil bo'lmaydimi degan
yo e'tiroz bor. tasdiqdan o'tgani bo'ladi. Boshida misol mana bu siz kengashga kirgizayotganda qanaqa narsani kirgizgan bo'lsangiz, o'sha loyihangiz o'shanaqa bo'lib chiqib keladi. Endi boshida taklif loyiha bor, kengash bor. Taklif bir xillar boshidagi taklif loyihadagi video rasmlarni qo'yadi-da, uyni sotib, keyin kengashdan boshqa narsa o'tgan bo'ladi. O'sha Ana shuni hisobida o'zgarib chiqib keladi, chunki bitta bu yerda byudjetni ham hisobga olishimiz kerak. Biz O'zbekistonda siz aytganingizdek har xil formadagi uylarni byudjeti oddiy xalq ko'tarmaydi. O'shani hisobida keyin siz aytgandek to'rtburchak fasonda paydo bo'lib qoladi. Demak, boyagi planirovkaga qaytadigan bo'lsak, uni tavsiyaviy variantini emas, balkim tasdiqlangan variantini ko'rish kerak ekan o'tgan paytda bo'lmasa. Uni talab qilish kerak ekan ta'bir joiz bo'lsa. Chunki men boshqa narsani ko'rib turib pul to'layapman, ertaga u keyin tasdiqdan o'tadigan bo'lsa, boshqa narsa bo'lib chiqyapti. Shunday. Misol erta xalqqa sotayotganda o'sha kengashdan o'tgan loyihani ko'rsatib sotishlik maqsadga muvofiqlik bo'ladi. Chunki erta xaridor bilan quruvchi o'rtasida mojaro kelib chiqmasligi uchun haqiqatdan kengashdan o'tgan loyihani ko'rsatib sotishlik yaxshi. Boshidagi taklif loyiha emas. Uni ko'rsatib sotishdan tashqari shartnomaga ilova qilib, muhrlab olishga haqqi bormi? Albatta, aynan shu albatta. narsani olganman degan. U endi nimani chiqazib berish ko'p qog'oz talab qilishi mumkin. Faqat uyingizda ichki proyektni, planirovkasini berishi mumkin. Ba'zida bo'lib qoladi bunaqa narsalar. Siz aytganingizdek, xaridor men deydi boshqa uyga pul to'laganman, lekin boshqa uy beryapti. Shuning uchun imkon qadar o'sha shartnomani qilayotgan paytingiz o'sha har bitta xonadonda hozir mana bu CRM programmalari juda rivojlangan. O'shalardan o'sha uyingizdan proyektini chiqazib bersa juda yaxshiroq bo'ladi. Lekin tashqi fasad chiqazib bera olmaysiz baribir. Tashqi fasad u internetda yoki nimada bo'ladi, uni tushunarli. Mana shu joyda uyda olayotgan paytda endi agar yangi qurilayotgan bo'lsa, mana kimdir korobka varianti edi, kimdir podkuruch varianti edi. O'zi bitta variant yaxshimi yoki qaysidir holatda podkuruch, qaysidir holatda korobka varianti yaxshimi? Endi bu narsa sizning imkoniyatingizdan kelib chiqqan holda hisoblanadi. Siz nimaga imkoniyatingiz yetyapti? Albatta remontlik, ta'mirlangan xonadon olishlik juda yaxshi, lekin siz premium klassdagi sharoitda yashayotgan bo'lsangiz, quruvchi tomonidan ta'mirlangan xonadonlar sizga yoqmaydi. Unda korobka olganingiz ma'qulroq. O'zingiz didingizga moslab to'g'ri. ta'mirlab olasiz. Keyin oddiy misol imkoniyati chegaralanganlar bor. U remontlik uyni, ta'mir holatdagi uyni olishga imkoniyati yetmaydi. Ta'mir holatdagi uyni narxi misol ta'mirsiz holatdagi narx bilan $10,000 dan $20,000 gacha farq qiladi o'rtacha. Uni to'lashga imkoniyati yetmaydi, ta'mirsiz holatda oladi. Keyin erta imkoniyati yetganda ta'mirlab oladi. Misol imkoniyatiga qarab kim qanaqa ta'mirni xohlaydi-da. Endi agar o'rta holdagi ijaraga berish uchun olmoqchi bo'lsangiz, ta'mirlangan uyda olganingiz yaxshiroq. Shuni olasiz, ijaraga berib qo'yasiz. Masalan, mana shu holatda ayrim quruvchilarni taklif berayotganini ko'ramiz. Masalan, agar istagingizdan ko'ra yaxshiroq bo'lishini xohlasangiz, qo'shimcha oplatani hisobiga yaxshiroq qilib beramiz. Bundoq bo'lsa, bundoq qilib beramiz degan narsa. Quruvchini remontini ham o'zi qilib berishi aslida qaysidir ma'noda ularda endi baribir optim bo'ladi, quruvchilar bo'ladi, materiallar nisbatan arzonroq tushadi oddiy aholi olgan hisobiga. Shunday. Shunga xulosa qilsak bo'ladimi? Masalan, nima desa bo'ladi? O'sha podkuruch versiyada olgan yaxshiroq, qaysiki quruvchi bilan kelishsa agar, kelisha olsa. Shunday. Quruvchi bilan kelishgan holda olsangiz, podkuruch versiyasi sizga qulayroq, chunki hammani vaqti chegaralangan, hech kim ortiqcha vaqti yo'q, u ustalardan xabar olishga boshqa. Siz investitsiya hisobida olayotgan bo'lsangiz, sizga maslahatim tayyor ta'miri bilan olganingiz qulayroq. Olasiz, sirazi ijaraga berasiz. Oylik kelib turadi. Agar ta'mirlanmagan bo'lsa, bugun qilaman, erta qilaman bilan yillar o'tib ketadi. U qurib nima to'lab yotaveradi, soliqni to'lab. Mana shu investitsiya deganingizga qiziqib qoldim. Mana investitsiya qilib ijaraga berib qo'ymoqchi bo'lgan odamlar mana. O'zi yashamoqchi bo'lgan odamlar. Qaysi birida qanaqa olishni tavsiya qilgan bo'lardingiz? Masalan, xonalari bo'yicha men investitsiya qilmoqchiman, 3 ta joydan bir xonali olganim yaxshimi yo bitta joydan 3 xonali olganim yaxshimi, misol uchun? 3 ta joydan bir xonali olganingiz yaxshi. Endi investitsiya yashash uchun 3 xonalik yaxshi. Siz erta o'g'lingizga olmoqchisiz, farzandingizga olmoqchisiz yo o'zingizga olmoqchisiz. Unga albatta 3 xonalik olgan yaxshiroq.
lekin sizni imkoniyatingiz yetmaydi 3 xonalikka. Bitta bir xonalik olib qo'yasiz. Ertaga kelajakka uni ustiga ozroq qo'shib 3 xonalikka almashtirib olasiz. Endi mana yana eng ko'p hozirgi oxirgi yillardagi masala bu yangi qurilayotgan uylarda gazi bo'lmasligi. Masalan, men o'zim ko'p qavatli uy emas, uchastka qildik yaqinda. U ko'p qavatli uy emas, uchastka bo'lib turib ham gaz berishmayapti. Xo'p. Svet bo'ladi. O'zi biza tayyor bizami, qanchalik svet gazi o'rnini bosa oladi? Bu qanchalik o'zi mana hozir qulay bo'ladi? Endi bir qavatli, ikki qavatli uylar bilmayman, qanchalik o'rnini bosishini, baribir gazlik bo'lgani yaxshiroq. Lekin ko'p qavatli uylarda hozir isitish tizimi pastki sentralniy kotolnidan bo'lyapti. O'shani hisobida qolgan uylarda mana bu ovqatlanish, kuxnalar hammasi elektrический hisoblanyapti. Nima uchun? Bu dunyo standarti bo'yicha 2025-yildan boshlab qaror chiqdi. Birorta ko'p qavatli uylarda gaz ta'minoti berilmasin. Chunki oxirgi vaqtga gaz ta'minotini nima bermayotganiga sabab ko'p yong'inlar nima deydi, qarovsiz qoldirib ketilgan gaz tochkalari hisobida bo'lyapti. Shuni hisobida issiqlik energiyasini pastdan beryapti. To'pli nima bilan? Sentralniy kotolni bilan beryapti-da, qolgan kuxna narsalarni gazga to'g'irlayapti. Endi mana shu kuxna deganingizga, masalan, ovqat qiladigan bo'lsak, mana o'zimizning oshlar qiladigan bo'lsak, u gazni kuchini elektr pechga bera oladimi? Beradi, bemalol. Chunki dunyo ancha 10 yil, 20 yil bo'ldi to'klikka o'tib ketganida. Ularda yo elektr pechkasi bizanikidan boshqacharoq bo'ladimi? Yo'q, biz hali o'rganmaganmiz o'sha narsaga. O'sha narsaga biz o'rganmaganmiz, endi o'rganyapmiz. O'rganmaganmizmi, ko'nikmaganmizmi? Ko'nikmaganmiz-da. O'sha narsaga bizga tayyor gazga o'rganib qolganmiz. Endi hozir 1 yil, 2 yilda hamma ko'nikib qoladi. Chunki mana bu Toshkentda ham ko'p qavatli uylar Soyuz vaqtidan boshlab ko'plari gazlik emas-ku, to'klik. O'shalarning uyida bor osh yesangiz, oshni hech qanaqa gazga pishgan osh bilan farqi yo'q uni. Ertaga elektr plitalar qaysi ma'noda kuchaytirilganmi shunda? Yo'q, elektr plitaga qilaveradi. Hozir bu narsa oddiy moslashib ketgan. Ya'ni aytsak bo'ladimi, shu elektr plitalar mana o'zimizni yashash turmush tarzimizda avvalgidek, balkim avvalgidan ko'ra ham tejamkor qilib keta olamizmi bu holatda? Albatta, ularda limit katta yuqori-yu, limit 50%. Elektr liniyasi o'tkazilgan uylarda 50%. Endi hozir yangi qurilganlarni bilmadim, eskilarida 50%. Quyosh panellari, quyosh panellari hozir qo'shimcha. Quyosh panellari bilan men eshitdim 50% to'lanar ekanmi shunda kommunalga, shunaqa narsa bor ekan. Yo'q, uni bilmadim. Masalan 100 ming hisoblasa 50 ming to'laydi. Uni kommunalnisini bilmadim. Kommunalni endi boshqa tashkilotga qaraydi. Domlari qurayotgan quruvchi boshqa odam bo'lsa, kommunal boshqa odam qaraydi. Unga quruvchi javobgar bo'lmaydimi? Mijoz oldida? Yo'q. U kommunalni misol qurilish tashkiloti qurgandan keyin 1 yilgacha qurilish tashkilotining bo'ynida, keyin u shirkatga o'tadi, shirkat javob beradi bu narsalarga. Qurilish tashkilotining balansidan chiqadi bu narsa. Tushunarli. Mas'uliyatida. Uylarni men sotayotgan paytimda endi men tasavvurimda bo'lib qolishi mumkin. Uyni sotib olaman qanchaga, falon so'mga. Shu falon so'mni to'ladim. To'laganimdan keyin u yoqdan bu yoqdan eshitaman, yana qo'shimcha xarajatlar chiqib kelib qolishi mumkin degan narsa. Unga, bunga, siz aytgandek kommunalkaga. Mana shu joyda aniq ajrataylik. Quruvchiga nima uchun pul to'lanadi? Undan keyin nima to'lovlar обязательно bo'ladi, qaysi kompaniyada bo'lishidan qat'iy nazar va nima to'lovlar qaysidir birida bo'ladi, qaysidir birida bo'lmaydi. Shuni bitta ajratib olsak, tanlashda yoki qurilish tanlashda aniqroq bo'ladi. Shirkatda o'zi faqat issiqlik energiyasiga to'lanadi. Issiqlik energiyasi o'zi 6 oy suv issiqlik bergan bilan uyingizni isitish tizimiga bo'ldi. Boshqa shirkatda faqat kvadrat metrida podyezdlarni tozaligi uchun, uylarda kommunikatsiya erta qayerda pastga nasos suv haydab beradi, issiqlikni chiqazib beradi, o'sha narsalarga to'kiga nimasi, endi kommunikatsiya xizmati bor, lift xarajati bor, o'shalarga oylik shirkatda oladigan o'zi to'lovi bor. Bo'ldi, boshqa qo'shimcha nima to'lov bo'lishi mumkin? Bo'ldi, bularning hammasi shirkatga tegishli bo'ladi. Shirkatga tegishlilarda endi masalan to'g'rirog'i biz shirkatga tegishli narsalarni yaxshi tushunmaymiz, shirkat nimalarga alohida pul olishini. Quruvchining nimasi, majburiyati? Quruvchining majburiyati o'sha liniyalarda liftni shirkatga topshirayotganda liftni soz holatda topshirishlik, kanalizatsiya liniyalarini soz holatda va elektr energiyasi hammasini soz holatda shirkatga topshirishlik quruvchining majburiyati.
tushunarli. O'sha loyihasi bo'yicha, loyiha smetasi bo'yicha hammasini soz holatda topshirishlik bo'ldi. Bu yog'i keyin shirkatning nimasiga o'tadi. Ya'ni endi oxirida o'zingizni nima deydi, kuzatuvchilarga tilaklaringiz bo'lsa, ya'ni tilaklaringiz degan ma'noda aytmoqchi bo'lganim, o'zi bizani podkastimizning shiori har kuni kechagidan ko'ra yaxshiroq bo'lish. Ya'ni bizani kuzatuvchilarimizni o'zini mana shu kumiri deymizmi yoki o'zini sohasida, qaysidir sohada tajribasi bor yetakchilardan bo'lib kelayotgan ekspertlar tomonidan har kuni kechagidan ko'ra yaxshiroq bo'lish uchun ilmlar, bilimlar olib borishi podkastimizning missiyasi hisoblanadi. Habib aka, aynan siz o'zizni maqsadli auditoriyangiz, ya'ni mijozlaringiz, uy olish istagida bo'lgan insonlar, yashash istagida bo'lgan insonlar yoki investitsiya kiritmoqchi bo'lgan tadbirkorlarga har kuni kechagidan ko'ra yaxshiroq bo'lishi uchun qanaqa maslahatlar bergan bo'lardingiz? Ya'ni uy olmoqchimi, qurilish, ko'chmas mulkka qiziqyaptimi, nimalarni kuzatib borish kerak yoki nimalarni o'rganib borish kerak, nimalarni bilishi shart misol uchun? Endi hozir hamma narsa nima deydi, internet zamoni. Albatta nima olayotgan bo'lsa, hamma o'sha olayotgan narsasi haqida ko'proq ma'lumotni bilish kerak, chunki ertaga haqqini talab qilish uchun hozir o'sha haqqini talab qilib olish uchun qurilish firmasidanmi, не только qurilish firmasi, libo nima bo'yicha erta baribir bu narsalarni hammasini o'qib, chiqib, o'rganib, erta birovdan uy olyapsizmi, o'sha olayotgan uyingizda nimalari bo'ladi, haqiqatdan nima talablarga javob beradi. O'shalarni hammasini o'rganib, bilib olganingiz yaxshiroq, erta maqsadga muvofiqroq bo'ladi. Buni tushunmasangiz, baribir tushunadigan mutaxassis bilan maslahatlashganingiz juda to'g'ri. Mutaxassis degan joyingizga men o'ylaymanki, o'sha har bitta ishini yurist, hujjatli joyiga yurist bilan maslahatlashsa, mutaxassis bilan maslahatlashish kerak bo'ladi. Aynan uy qurilishda quruvchini egasini topib, o'sha quruvchi bilan gaplashish kerak bo'ladi yoki o'sha narsani o'sha odam o'rganib chiqish kerak bo'ladi. Quruvchi firmani egasini topib gaplashish shart emas. Quruvchi firmani kim? O'sha kimligini bilsangiz, u kim o'zi, nima qilgan, nima ishlar qilgan, birovni aldaganmi yo birovni misol noto'g'ri gapirganmi yoki gapiga yolg'on bormi? Shu narsaga bir aniqlik kirgizib olsangiz, o'zi uchun yaxshiroq. Ertaga to'g'ri kelgan joyga pul tikib, endi siz bu 300 million, 400 million, 500 million pul tikishingiz bu kimnidir butun umrlik nimasida bu. To'g'ri. Yiqqan puli o'sha narsani olib borib tikyapsizmi, o'sha tikayotgan odamingiz haqiqatan ishonchliligiga ishonib. Yo bilish kerak ekan, yo biladigan odamni topish kerak. Yo bilishingiz kerak, yo biladigan odamdan maslahat olishingiz kerak. Boshqa nima, endi shunaqa maslahat beraman, baribir surishtirib, bilib olgan yaxshiroq. Tushunarli. Rahmat Habib aka. Yana bir bor ko'rsatuvimizga kelganingiz uchun rahmat. Xudo xolisa bugungi suhbatimiz ozmi ko'pmi kuzatuvchilarimizga manfaatli bo'ladi deb o'ylayman va aynan mana shu qurilish sohasida kuzatuvlarimizdan, so'rovnomalarimizdan kelib chiqqan holda eng ko'p takrorlanuvchi savollarga demak javob olishga harakat qildik. Agar qo'shimcha savollaringiz bo'lsa, demak kommentariyada yozib borishingiz mumkin va keyingi sonimizda aynan qaysi soha vakilini, qaysi yo'nalishdagi demak ekspertni ko'rsatuvimizga taklif qilgan bo'lsak, qilsak manfaatli bo'lar edi. Izohlaringizni yozib qoldirasiz va aynan bularni xudo xolisa biz hisobga olamiz. Habib aka, yana bir bor rahmat, ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling.